Assalomu alaykum, hurmatli a'zolari. Bugun biz Toshkent viloyatini Bo'stonliqdamiz. Kimgadir shunaqa xizmatlar bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab kelishni narxda boramiz. Albatta ishimizni ham yakunladik. Bu yerda 60 litrlik qozon. Zaharlanlik 10 kilolik mangalimiz bu qo'l bola tayyorlangan. Shampirish ko'p soq qo'yiladi. Yog'da 22 litrlik qozon. Kichkina stolishni stoli. Gaz plitasi. Montaj bo'lmagan. Bu yerda moyka. Tagi katta kladovka bo'lsa, taglariga ham kafel bosib qo'yildi. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan narxda boramiz. Mana shu joyga 800 ta общий fasadiga обрисовка qilish ketdi. 200 dona agniyapolni qilish ketdi, ikkita o'choq mangaliga. Xizmatlari mangali 4 million so'mdan hozirgi kunda. O'choqlari tochkasi 1,5 milliondan. Mana moyka zagotovka stollarini metri 800 ming so'mdan. Ichkarisiga 500 ta chornovoy g'ish ketgan. 7 kvadrat kafel ketdi.